Milliy sertifikat hamda attestatsiya imtihonlarida shu tipdagi savollar ham tushadi. Qaysi javobda so'z qo'llash bo'yicha uslubiy xatolik mavjud emas? Demak, nima ekan so'z qo'llash bo'yicha uslubiy xatolik mavjud emas? O'sha joyga e'tibor beramiz. Demak, 3 ta javobda xatolik mavjud, bir javobda esa xatolik mavjud emas. O'shani topamiz. Bu yerda qarang, xolos degan paronim so'z kelgan. Kechalari bilan yig'lab chiqardim, ko'zim ilinmasdi. Ilinganda ham faqat dunanni ko'rardim, xolos. Xolos degan so'z faqat mazmunda keladi, o'sha kelish kerak edi. Bu yerda xolos degan so'z kelgan, bu ozod degan. Men kasallikdan xolos bo'ldimdagi xolos kelyapti. Shuning uchun bu xato qo'llangan so'z. Bejavobda uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi yot yaxshi. Yot degan so'z qarang, paronim so'z. Yoddi yoki yotdi. Bu yerda yot degani begona degani. Bu to'g'ri qo'llangan. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi begona yaxshi mazmunida. C javobda Jane Rodari ahamiyati jihatdan Nobel mukofotiga teng bo'lgan Hans Christian Andersen mukofotiga sazovor bo'lgan adib edi. Adib degan so'zni olamiz. Adib bu kiyimning qirra joyiga tikiladigan mato adib. Aslida adib degan yozuvchi mazmunni beradigan so'z kelish kerak edi. Demak, bu xato. D javobda o'zga yurtda shoh bo'lgandan ko'ra o'z yurtingda gado bo'lgan afzal deyapti. Afzal bu otning egar jaddug'i. Lekin afsizda afzal ortiq degani kelish kerak edi. Demak, bu xato qo'llangan. Bu yerda paronim shoh degan so'z ham kelgan, bu to'g'ri. Demak, xato bor. Demak, 3 ta javobda to'g'ri qo'llangani bejavob ekan. Xatolik mavjud emas. 3 ta javobda xatolik bor. Demak, bejavob to'g'ri. Bizni kuzatishda davom eting. Instagramdagi sahifamizga obuna bo'ling. Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni, bilimni olasiz.